Davlat va nodavlat tashkilotlardagi ishchi xodimlarning ovoziga aylangan Ishonch gazetasi tashkil etilganligiga 35 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bugun poytaxtimizda xalqaro ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Unda O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasining davriy nashri erishgan natijalar xususida fikrlar almashildi. Dastlab shu haqda. Kasb uyushmalari eng avvalo inson qadri, manfaatlari va huquqlarini himoya qiladi. Shu bois kasb uyushmalari nashrlari ham ushbu tamoyillarga amal qilishi zarur. Ayni yo'lda shahdam qadamlar bilan borayotgan Ishonch gazetasi ilk bor chop etilganiga ham 35 yil bo'ldi. Shundan buyon gazetaning 5500 dan ortiq soni mushtariylarga havola etildi. Bugungi kunda Ishonch va Ishonch Daveriya gazetalarining umumiy adadi 37500 nusxaga yetgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi jami auditoriyasi esa 250 mingga yaqin. Nega ishonch? Chunki kasb uyushmalari xalqni o'ylaydigan tashkilot. Shuning uchun uni nimasi ishonchli bo'lish kerak deb nomini ishonch qo'ydikda juda qiyinchilik bilan o'tgan. Stol yo'q, xona yo'q, boshqa o'sha vaqtda kasb uyushmalaridan qolgan stollarni olib bo'lsa ham xonalarni bezaganmiz. Endi albatta keyinchalik hammasi bo'ldi, lekin o'sha boshlanishi ana shu qiyinchiliklar bilan boshlangan. Tashkil etilgan xalqaro konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi, Kommunikatsiyalar departamenti rahbari, Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov, bir qator davlat va jamoat arboblari, faxriy jurnalistlar va bir qancha davlatlarning vakillari ham ishtirok etishib, Ishonch gazetasining uzoq yillik faoliyati, bugungi erishayotgan yutuqlari va natijalari haqida so'zlashdi. Ishonch Daveriya birlashgan tahririyati o'z faoliyati davomida mehnat ahlining ovozini keng jamoatchilikka yetkazishdek sharafli vazifani munosib ado etib kelmoqda. Barchangizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, saodat, sharafli va mas'uliyatli faoliyatingizda yuksak yutuqlar va omadlar tilaymiz. Tadbir davomida bugungi kungacha kasb uyushmalari va Ishonch gazetasi faoliyatiga o'zining munosib hissasini qo'shgan hamda samarali hamkorlik qilgan bir guruh faollar taqdirlandilar. Mana shu milliy jurnalistikamizda shogirdlarni tayyorlayotgan ustoz sifatida doimiy ravishda mana shu gazetadagi maqolalarni o'qishni tavsiya qilaman doim shogirdlarimga, chunki jurnalist avvalo qalami bilan jurnalist, ya'ni uni qalami bo'lish kerak avvalo. Shuning uchun mana shu maqolani o'qing, qarang, qanday to'g'ri tanqid qilingan. Mana shu maqolalarda ko'rish mumkin-da, to'g'ri tanqid qanaqa qilinadi, to'g'ri savol qanday qo'yiladi, sohadagi muammolar qanday qilib tahlil qilinadi, qanday qilib uni taqdim etiladi. Shaxsan o'zim ham mana shu maqolalarni o'qib o'rganganman va doimiy ravishda shogirdlarga ham mana shu maqolalarni o'qishni tavsiya qilaman. Muhiddin Ergashev, Hoji Akbar Ibodullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.